Assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar, xonimlar va janoblar. Sizlarni Uzbekistan Airways aviakompaniyasi bortida ko'rishdan mamnunman. Ketdingmi bolalarni? Qoningiz qanaqa? Iftorlik qilib olamidingiz? Suv bilan og'zimni ochib olgan edim. Lekin o'zdan ovqatlarni sog'inganman bori. Maza qilib ovqatlanaylik, ketdi. Baribir o'zdan O'zbekistonda ovqatiga yetmaydi o'rtoq. Maza qildim. Osh bo'lsin. Jamolni ham chaqirmabsizlar-a? Eshitmading? Qamalib qoldi. Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Allohga shukrini oson qilsin. Xabar olib turibsizlarmi? Nega xabar olishimiz kerak? Kirgan bo'lsa o'zini aybi bilan kirdi-da. Rostdan kuchayib ketibsizlar o'zingizlar aytgandek. Ro'za Ramazon oylari oilasidan xabar olib turibsizlarmi xatyabi? Boquvchisi yo'q edi-yu. O'zi sal ishlarimiz ko'payib ketib qolib vaqtimizni O'zi bir ikki kunda bormoqchi bo'lib turdik. ha bormoqchi bo'lib turdi. O'zi meni ham kutib olib bekor qilibsizlar-da. Qimmat vaqtinglarni ajratib. Mazlumlardan xabar olsanglar bo'lardi undan ko'ra. Manfaatga qurilgan do'stlik, manfaat tugagandan keyin do'stlik ham tugar ekan-da.